Hurmatli psixologlar, yaqinda men bir voqeaga guvoh bo'ldim. Yoshi kattaroq bir ayol kishi nevarasi bilan o'quv markaziga keldi. O'quv markaziga keldida gruppaga o'qituvchi hali yetib kelmagan. Dars boshlanishi kerak soat 9da. 9:20 bo'lyapti, o'qituvchi yo'q. Bu onaxon asabiylashdi, o'qituvchi kech qolayotganligi. Ya'ni u onaxon bolasini tashlab ketishi kerak, o'zi ketishi kerak. O'qituvchi kelmayapti. 20 minutdan keyin o'qituvchi kirib keldi. Onaxon o'qituvchiga aytayapti: "Siz 20 minut kech qoldingiz, men sizni shuncha vaqt poyladim. Nimaga kech qoldingiz? Men bolamni tashlab ketishim kerak, ishim bor ko'chada", deyapti onaxon. O'qituvchi shu vaqt asabiylashib onaxonga gapirib qo'ydilar: "Siz emas menga xo'jayin, qachon kelishimni o'zim belgilayman. Xohlasangiz bolangizni olib keling o'qishga, xohlamasangiz olib kelmang", dedi. Shu fikrga, shu hodisaga qanday fikr bildirasizlar, hurmatli psixologlar? Nima qilgan bo'lardilaringiz? O'qituvchini o'rnida onaxonga nima degan bo'lardilaringiz? Qanday tahlil qilardilaringiz? Bu vaziyatda misol uchun birinchi o'rganish kerak. O'qituvchi oliy ma'lumotli hisoblanadi, ya'ni nima qilayotgan ishini o'zi biladi. U ayol nevarasini olib kelgan bo'lsa, surishtirish kerak birinchi. Balkim bu vaziyatda ogohlantirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'qituvchi o'zini o'sha ish jarayoniga kechroq qolib kelish to'g'risida ogohlantirilgan, o'sha markazgami yo ota-onalargami ogohlantirish berilgan bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda ikkalasini ham o'rganib chiqib, to'g'ri, bunda sal jizakirlik ro'y bergan bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bir-birini tushunmasdan noto'g'ri, bir-biri to'g'risida noto'g'ri xayolga kelib, buni oqibatida o'rtada kelishmovchilik kelib chiqadi. Lekin bu yerda aslida so'rab surishtirish kerak birinchi. Shunaqa vaziyat bo'ldi men bolamni tashlab ketishim kerak edi yoki ogohlantirilganligi to'g'risida bilmaganligini aytish kerak. Men siz ogohlantirganingizni men bilmagan edim. Bolam kechroq kelishi yoki vaqtliroq kelishim to'g'risida men bilmagan edim deb ogohlantirilgan bor yo'qligini bilish kerak edi birinchi vaziyatda. Ham hozir ko'proq bu yerda bolaga mas'ul shaxsda ham ko'proq ayb bo'ladi. O'qituvchida ogohlantirish bo'lishi kerak. Bu vaziyatda birinchi oldin tahlil qilish kerak. Ogohlantirish bo'lganmi, bo'lmaganmi? Meni fikrimcha, bu yerda birinchidan vaqt masalasi. Har bir inson o'zini vaqtiga xiyonat qilish kerak emas. Vaqt masalasida vaqti chegaralanganmi, shu vaqtga qarab harakat qilish kerak. Ikkinchi darajada bo'lsa, bu yerda tushunmovchilik. Insonlar bir-birini eshitmayotganligi, bir-birini tushunmayotganligi, keyin bir-biriga nisbatan hurmatsizlik deb o'ylayman. Hurmatsizlik bo'lgani, chunki bir-birligini tushunishmayapti, bir-birligini vaziyatligini hal qilishmayapti. Bu yerda bir-birligiga qattiq ovoz ko'tarilgan holatda bir-birligiga hurmatsizlik qilyapti deb o'ylayman. Bu yerda birinchi navbatda munosabat, keyin hozirgi vaziyatda insonlar bir-biridan ustunroq bo'lishga harakat qilyapti. Meni munosabatim shunaqa. Bir-birini tushunish kerak insonlar, eshitish kerak deb o'ylayman. Chunki hozir hech kim bir-birini eshitmaydi. Hammani o'zini fikri bor, o'zini dunyo qarashi bor. Shu o'zini fikri bilan, o'zini qarashi bilan bir-biriga shu anaqasini tushuntirib berishga, ustunroq turishga harakat qilishyapti deb o'ylayman. Meni fikrim shu, tushunmaslik, eshitmaslik bir-birligini, munosabatda yo'qligi deb o'ylayman. Bular aytayotdilar, vaqtiga xiyonat qilmasdan vaqtini belgilab kelsin deyaptilar. Lekin bizda shunaqa narsalar bor, probkalar bor, yo'lda bu narsa bo'lishi bor. Har xil vaziyat bo'ladi-da, shu yetib kela olmasligini. O'shani o'qituvchi agar yozgan bo'lsa, u ota-ona tushunishi kerak. Ko'rgan bo'lsa agar o'sha narsani tushunishi kerak. Ko'rmasdan turib bunaqa fikr bildirish menimcha u noto'g'ri. O'sha ham munosabatga bog'liq-da. Munosabatga bog'liq bo'lganiki, bir-birini tushunmayapti, bir-birini eshitmayapti. Ildizi babi shunga to'g'ri keladi. Agar insonlar bir-birini eshitsa, bir-birini hurmat qilsa,
o'sha vaqtni etganligi, belgilanganligi bilinadi. Bu yerda o'sha vaqtni aytib berishi uchun, isbotlab berish uchun ham inson bir-birini eshitishi kerak. Masalan, men ogohlantirib qo'yganda o'sha ayolni anaqasi yo'q, xabari yo'q. O'sha xabari yo'qligi uchun kimdir bir pog'ona tushib bir-birini eshitish kerak deb o'ylayman. Men fikrim. O'shandagina isbotlab bera oldim. Men ko'chada probkada edim. Men mana shu markazni ogohlantirgan edim degan holatda tushuntirib beriladi. Ular bir-birini tushunmasa, konflikt qilib ovozini ko'tarib hamma o'zi uchun haq bo'lsa, bu yerda birinchidan o'sha aytganingizdek ogohlantirish ham bo'lmaydi-da. Bu birinchi darajada baribir bir-birini eshitish kerak deb o'ylayman. Chunki insonlar bir-birini eshitmaydi hozirgi vaziyatda. Faqatgina o'zinikini o'tkazib, o'zinikini gapirish kerak. Bu yerda hurmatsizlik ham bor deb o'ylayman bir-biriga nisbatan. Meni fikrim shu. Men masalan tanqid qilmoqchi emasman sizni gapingizni, lekin ildizi munosabatga kelib, ildizi eshitishga to'g'ri keladi baribir. Bir-birini eshitish kerak. Menda ham kelib chiqishi munosabatdan bir-birimizdan tushunmaslikdan kelib chiqqan. Men qabul qila olmaganman, tushunmaganman. Keyin men tushunganimdan keyin o'sha vaziyat yengillashib, kerak insonlar hayotda qolar ekan, kerak emas insonlar hayotdan chiqib ketar ekan-da. Buning uchun o'sha tushunish kerak ekan. Ildizi hamma narsani tushunish bo'ladi. Masalan, fikrini aytib, o'zini oqlash, ko'rsatish emas, bu tushunish bo'lishi kerak. Men aytaman-ku, mana shu kelin munosabatda bo'lganda ham o'shani vaziyatiga tushib ko'rib, uni tushunib turish kerak-da. Tushungan holatda keyingi vaziyatni yechim qila oladi. Tushunmasangiz, isbotlab uni psixologik ham, masalan, hayoti ham, dini ham hech qanaqa tomonlama isbotlab bera olmaysiz-da. Bu yerda любой inson o'sha holatiga tushunib, oldin tushunishi kerak, his qilish kerak. Bu yerda his qilishda gap ko'p-da. His qilib bergandan keyin, insonni tushungandan keyin ana o'shandagina hayotda o'zingiz yo'lingizni ham topishingiz oson bo'ladi. Birovni fikrini ham siz hurmat qilasiz. U his qilib, uni tushunmagan holatda siz gapirsangiz, u inson tushunmasa, siz kulgili tuyulaverasiz. Siz uni uchunchi nimadir isbotlab berayotgandek tuyulaverasiz-da. Tushunsangiz, unda munosabatingiz ham boshqacha bo'ladi, fikringiz ham boshqa bo'ladi, dunyo qarashingiz ham bo'ladi. Bu yerda baribir sevgiga bog'liq. Mana shu his qilib, har bir insonni dunyo qarashini hurmat qilishiga bog'liq-da. Masalan, kimdir telbaroq ko'rinishi mumkin. Kimdir aqlliroq ko'rinishi mumkin. Kimdir samimiy, kimdir o'sha telba holatda yutib ketadi. Kimdir aqlli holat, kimdir sukunatda yutib ketadi. Bu har bir insonning o'zini dunyo qarashi, o'zini fikri bor-da. O'shaning uchun har bir telbani ham hurmati bo'lishi kerak. Aqllini ham o'zini fikri bormi, uni ham o'shani inobatga olish kerak. Insonlarda masalan ustuvorlik, dunyoni anaqaligi hozir orzu havas kuchli bo'lgani uchun man degan tema ko'proq bo'ladi. Ko'rinish jihatdan, kiyinish jihatdan ko'proq e'tibor bilan, uni fikri jihatdan, uni hayotiy tajribalari inobatga olinmaydi. O'tga shart emas, birov dardini aytib, o'sha chuqurligiga olib kirib, birga olib kirgandan keyin u insonni tushunish kerak emas. Uni har bir gapirida, har bir fikrida tushunish kerak deb o'ylayman. Meni shaxsiy fikrim shunaqa. Chunki men ham shu hissiyotlarni tushunmagan holatda, o'zimnikini to'g'rilagan holatda, o'zimning fikrimni bildirib, o'zimnikini to'g'ri deb qabul qilgan holatda ko'p xatolar qilganman-da. Mana endi sekin-sekin menda jarayonlar bo'lib, shu ancha ko'p anaqalar bo'lgandan keyin men bu holatni tushundim. Insonlarga ham shu holatni tushuntirib berishga harakat qilaman. Meni fikrim shu. Endi boshqalar bilmayman. Hammani o'zini hayotiy tajribasi balkim bog'liqdir. Lekin shunaqa desa, yoshlar ham hali hayotiy tajribasi bo'lmasa ham, lekin fikrlashlari boshqacha-da. Xuddi oldingi tabaqada o'qigan bor, o'qimagan bor deb ajratilardi. Hozirgi bizani zamonamizda rivojlangan bor, rivojlanmagan bor. Shu. Uning uchun masalan, bilmaysan-de, sen tushunmaysan-de, sen men holatimga tushsang bilasan-de deb o'sha inson o'zini holatini birovga his qildirishga harakat qiladi. Lekin inson holatini tushunmaydi-de, o'zinikini ma'qullaveradi. Yo'q, sen mana bunaqa qilgansan, sen noto'g'ri qilgansan. Sen mana bunaqa qilgan bo'lishing kerak deb o'zini jarayonidan unga fikrini bildirishga harakat qiladi. Faqatgina bu yerda tushunish, his qilish, fikrlash deb o'ylayman. 100% odam inson sevgiga kelib, masalan, qalban o'ylab, qalbdan, ruhan fikrlash kerak-da.
chunki hamma aytganidek fikrlash bilan ong bilan bo'lganda hech kim insonlar o'zini ruhan o'zini tushunmaydi, ruhan o'zini holatini bilmaydi, ko'proq faqat jarayonda bo'ladi. Agar o'sha olib kelingan, ya'ni markazga olib kelingan bolachani buvsini o'rnida men bo'lganimda ham menda ham qizish jarayoni bo'lardi, chunki men ham ishga shoshilayotgan bo'lishim mumkin yoki ko'chadagi ishim meniki ham belgilangan bo'lishi mumkin-da. Agar o'sha ogohlantirishni o'qimagan bo'lsam, menda ham bo'lishi mumkin bunaqa vaziyat, chunki men ham borib kech qolayotganligim to'g'risida boshim egib boshqa joyda tushuntirish olib borishim kerakligi to'g'risida o'ylayotgan bo'lishim mumkin-da. O'qituvchi ham xuddi shunaqa fikrda shunaqa bo'lishi mumkin-da. Endi u ayolni o'rnida bo'lgan, balki menda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin lekin. Baba vaqtda bu yerda. O'shaning uchun tushuntirilishi kerak deb o'ylayman. Yo, aytsa Eshitish yaxshi. kerak. U yerda eshitilmadi, bir-birini eshitmayapti. eshitmayapti. Ko'rgan bo'lsa ham eshitmayapti. Bilgan bo'lsa ham o'sha vaqtni masalasida bu yerda muhokama bo'lib, vaqt darajasida bir-biri bilan tortishuv bo'lib ketadi. Bu yerda men Barchinapada ayb deb o'ylayman. Chunki ular kechikib keldi, ustozlar ogohlantirib qo'ymaganlar. Agar ogohlantirgan taqdirda ham u bo'lsa, bolani bo'lsa, jahl bilan ularga gapirmagan bo'lardi. Keyin u bo'lsa ham uyidan jahl bilanmi chiqqan bo'lishi ham mumkin. U agressiyasini bu ustozga kelib sochgan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa deb o'ylayman. Bu hodisaga hamma o'zini fikrini bildirdi. Men undan keyin bo'lgan voqeani aytay. U onaxon bilan gaplashdim. Juda ham asabli edilar. Sekin oldimga chaqirdim-da gaplashdim. Onaxon, siz ham o'qituvchini tushuning. Balkim siz aytgandek probka bo'lib qolgandir. Yo'lda ko'chada mashina to'xtab qolgandir, nimadir bo'lgandirki, kech qoldi. Unga asab kerak emas. Siz o'qituvchi, bolangiz o'qituvchisi, unga bilim beradi, bilim olish uchun kelgan bolangiz. Asabiylashsangiz, o'qituvchi ham hozir bilgan bilimini yo'qotadi. Sizga shu kerakmi desam, yo'q dedi. Ancha pasaydi-da, keyin o'qituvchidan borib kechirim so'rayman deb nima qildi. O'qituvchi bilan ham gaplashdim. O'qituvchi keyin o'zini qilgan xatti-harakatlaridan pushaymon bo'ldilar, tushundilar. Haqiqatan ham men shu yerda mana shunaqa qilib qo'ydim, hattoki yoshlarini ham inobatga olmadim. Men yoshlarini ham inobatga olishim kerak edi. Men bolaga mas'ulman, shu o'qitaman deb nimaga olganman bo'ynimga. Men onaxon kelganda kechirimni so'rayman deb qoldilar. Bo'lgan voqea bo'ldi. Mana shu aytganingizdek munosabatlar, bir-birini eshitmaslik, bir-birini tushunmaslik, anglamaslik mana shunaqangi asabiylashish vaziyatlarga olib keladi. Xudbinlik bo'lib ketadi-da, faqat man bo'li degan xudbinlik insondagi shu jihati ortib ketadi shunaqa vaqtda. Misol uchun bu yoqdan 3-kishi bo'lib qarab turganimizda bizga ko'rinadi-da. Agar biza men bilan sizni o'rtangizda bo'layotganda ko'rinmas edi menga ham sizga ham, chunki bizda men bo'li degan xudbinlik ortib ketadi-da. Ana shu jarayonda inson o'zini nima deydi, sal boshqarishni bilishi kerak-da. Ozgina o'sha boshqarishni bilganimizda o'sha faqat men bo'li degan bizning hissiyotimiz pasayadi. Bular aytayotganlaridagi o'sha eshitishni qabul qilamiz. Ya'ni eshitamiz. O'sha ro'paramizdagi biza bilan shunaqa tushunmovchilik jarayoniga kelayotgan insonni biz tushunamiz. O'sha pastroq sal nima deydi, o'zimizni bosishni bilsagina tushunamiz.